Assalamu alaikum Erik TV'nin aziz görünmelleri. Erik televizyonga hoş geldinglar. Yakınki bir aydan buyon Xitoy hakkerlarining Erik televiziya tor bitiga o'zgisi hujum qilish sababli ve Erik televiziyasining baş merkezini Türkiye İstanbul'a ko'chib kelganligimiz uchun bir aydan buyon davomli film yo'llab turish fursati bo'lmadi. Bugün yine arkadaşlarımla bilen yüz görüşlerdiğim için intayin hoşalmen. Hürmetli televizyon köyçiler, Erik televiziyası 2019 yılı 9. ayda kurulgandan buyon normal her haftada 2-3 son yani haber yollab kelyapmiz. Yakınki bir iki aydan buyon hazır so'zlab o'tgandek ma'lum sabablar bilan haber yollayamagan. Erik TV'nin yani bu yerda ishlayotgan odamlarimiz nihoyatda kamchilik bo'lganligimiz uchun keklik bir dairədən xəbər veriyoruz. Şununla biz bugünkü söhbət proqramımızda Yaponiyada yaşayotgan bir qism Uyğur ziyaliler bilan söhbət edib bardıq. Bugün tungi Yaponiyadakı qılınğan söhbətimiz Yaponiyada Tokyo şəhərində yaşayotgan Turməhəmməd aka bilan ötküzgən söhbətimiz uzunluğunda bo'ladi. Qani yoqtirib ko'rgaysizlar. Assalamu alaikum Turməhəmməd efendim, qanday ahvalınız, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Abdurahmon akam, qanday ahvalınız, o'zingiz yaxshi turdingiz? Rahmat. İnşallah nayt obdan xizmatlarni qilyapsiz. Men ham yaponiyalik bir Uyg'ur ziyolisi bo'lib bilan oldin bilan sizga rahmat aytaman. Rahmat, sizga rahmat. Turməhəmməd efendim, bu bugünkü programımız hem bu Yaponiyadaki Uyg'urlarning ahvoli haqida, yani məxsus bir ətraflı bir proqramı qilaylik deb sizga telefon qilyapman. Bu programımızı başlashdan burun aldı bilan televizor ko'ruvchilarimizga sizni bir qisqa tanishtirsak, yani siz kim, nima ish qilgan odam, buni televizor ko'ruvchilarimiz qisqa bir tushuncha hosil qilsa, ondan keyin savol javoblarimizni boshlasak, aldı bilan o'zingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat. Men ismim Turməhəmməd Hashim bo'ldi. Asli 1994-yili men Yaponiyaga Fukuokadagi Kyushu universiteti degan bir universitetga aspirantliklarni kelgandim. Kelishdan burun vatanimizdagi Yezillik institutida, hozir Yezillik dashi bo'lib ketdi. Shu yerda so'zlik fakultetida o'qituvchi edim. Dashini Beijing Noya dashida o'qigandim. 85-yili bitirib, shu yili Banondaymiz, Baynushendaymiz burun hamda. Hozir Yezillik institut dashisdaymiz. Shu yerda o'qituvchi bo'lib ishlagandim. 94-yili Kyushu universitetiga kirib, 99-yili doktorlik unvoni oldim. Doktorlik unvoni olgandan keyin mening o'qituvchim hamda doktorlik unvoni olgandan keyin vatanning qaytsan degan taklifni bergan. Lekin men vatanga qaytishni xohlamasdan Yaponda turib qolishni arzu qilgandim. Muallim buni unumadi. Unumaganda keyin men hamda o'zim bir shirkatdan xizmat tepib, hamda asli ilmiy tadqiqot bilan shug'ullansam bo'ladi, lekin undaq sharoit men bo'lmagandan keyin men bir shu shaxsiylarning bir shirkatida ishlab 99-yildan hozirgacha shunaqa bir shirkatda ishlab kelyapman. Burun Kyushu tarafda tug'andim. Yaponiyaning oroli Tochon oroli bor, shuning ichidagi Kyushu oroli deymiz. Shu yerda tug'an. U yerda 2003-yilda tug'dim. Tokyoga 2004-yilda keldim. Tokyoga kelgandan keyin boshqa bir shirkatda xizmat qilib ishlab, hozirgacha Tokyoda turib kelyapman. Ko'p rahmat Turməhəmməd efendim. Endi sualımızla başlasak. Birinci sualım, Yaponiyadaki Uyg'urlarning bir soni taxminan qanchalik ve bular qaysi bölgelerde jiqroq yaşaydı? Bularning şu anki normal nemislar bilan shug'ullanadi, bu haqda bir qisqa bir ma'lumot bersangiz avval. Yaponiyaga biz Uyg'urlar shu Ikkinchi dunyo urushi mezgilida bir qatam kelgan ekanmiz. Hamda u asosan shu 30-yillari, 40-yillari Sharq Turkiston mustaqilligini orzu qilgan, Sharq Turkiston mustaqillikka to'g'riliq kurash qilgan
kishilarimizdan nurg'unlar bir 20 oiladaklar shu Tokioda Yoyogi degan yerda o'ltiraqlashib ekan. Ikkinchi dunyo urushi oxirlashgandan keyin Yaponiya taslim bo'lgandan keyin bu Uyg'urlar bir qismlari qolgan o'xshaydi Yaponiyada, nəhayət az sonlikilar. Lekin ko'p sonlikilar vatanga qaytganlarim bor ekan, boshqa ellarga, masalan, Saudiya Arabistonga, Turkiyaga ketganlar bor ekan. Ondan keyin ikkinchi turkum kelganlarimiz 1986-yili Yaponiyaningki shu xususiy universitetlar uyushmasi degan bir organ bor edi. Shu organ orqali vatanimizdan yosh mutaxassislarni Yaponiyaga akilib tarbiyalash bir cho'ng proyektini boshlab 86-yili. Shu munosabat bilan 86-yili 15 balog'i demoqchiman. Tunji qatim Yaponiyaga kelgan. Shundan boshlab asosiy Uyg'urlar asosan Yaponiyaga o'qishga va yoki bo'lmasa tadqiqotchilik bilan Yaponiyaga kelishni boshlagan. Hozir hisoblasak 20 yilda yashib ketgan bo'ldi. 85-yildan 20 necha yil o'tib ketgan bo'ldi. Shu 20 yildan beri Yaponiyaga taxminan 1000 necha yuzdan ortiq Uyg'urlar kelib o'rganish, xizmat, tadqiqot ishlaridan shug'ullanib qolganlar yoki vatanga qaytganlar yoki bo'lmasa Amerika, Yevropa taraflarga ketganlar bo'ldi. Endi hozir Yaponiyada asosan shimoldan Hokkaido, janubdan Kagoshima deymiz. Butun shu Yaponiyaning o'lkalarida Uyg'urlar bor hozir. Endi bularning asos qismi o'qiyotgan o'quvchilar. Uning orasida nihoyat oz qismlari shirkatlarda ishlayotdi. Ba'zilari universitetlarda professor yoki bo'lmasa dotsent yoki bo'lmasa yordamchi. Yana bir qismlari Yaponiyaning shu tadqiqot organlari ishlaydiganlar bor. Lekin bularni nihoyat oz sonlikni egallaydi. Endi Yaponiyada Uyg'urlar eng ko'p o'ltirishgan yer desak Tokioni deymiz. Tokioda hozir taxminan bir 300 dak Uyg'ur bor bo'lishi mumkin deb men qarayman. 300 yoki 400 dak Uyg'ur bor deb qarayman. Butun Yapon mamlakatida Uyg'urlardan 1000 ga yaqin yoki 1000 dan oshib deb qarayman. Rahmat Turmamat efendim. Hozir sizning degan gapingizni qaraganda, ya'ni Tokioda asosli ko'proq o'ltiraqlashgan Uyg'urlar, herhalde 1000 dan ortiq odam bor deyapsiz. Bu yerda asosli ko'p bolalar, masalan, bizning bilishimizda o'qish bilan chiqadi hamda. Bularni masalan iqtisod obodiyatlarini Yaponiyaning masalan xizmat tuzumlari qanday? Masalan o'quvchi bolalar normal ishlay olamdi, ish ko'p tepilamdi. yoki bu yerda ishsizlik ig'irmi Yaponiyadami? Yani iqtisodiy jihatdan qanday bu Yaponiyadagilarning yani normal o'tiral Uyg'urlarning turmush seviyasi hamda qaysi jihatda deb bilamiz. Masalan, qiyinchilik demdoq yoki yaxshi bo'lamdi yoki bo'lmasa alayda yaxshi bo'lamdi hamda. Buna bir normal hisoblaganda qanday darajada hisoblaymiz endi bu Yaponiyadagi Uyg'urlarning ahvolini? Xo'sh. Unda oldi bilan o'quvchilarning ahvoli keladi. Yaponiyaga kelgan bizning Uyg'ur o'quvchilarimiz asosan o'zi pul to'lab o'qiydigan o'quvchilar ko'p keldi qarang. Hamda hukumat jihatdan masalan Xitoy hukumatidan avatganlarni aytib oz sonlikilar. 90% ki o'quvchilarimiz asosan o'zi pul to'lab o'qish keldi. Endi bu yerda Uyg'urlar Jungon geridan bo'lganlik uchun Yaponiya hukumati maxsus Uyg'urlarga ajratgan bu yordam o'quvchilar bergan yordami yo'q. Hukumat jihatdan shu ba'zi o'qish mukofot pul beradigan organlarda shu. Agar siz bir Uyg'ur turib o'qishlardan pulni iltimos qilmoqchi bo'lsangiz, ash o'zingiz turishlik maktab orqali iltimos qilasiz. Yani bu bir maktabda qarang 20-30 mamlakatdan kelgan o'quvchilar bo'ldi.
Shuning uchun har bir mamlakatga ham shu o'qish yordam pulini taqsim qilib bergan ahvol bo'ladi. Endi buning ichida ham siz bir jungoliq. Endi bu jungoliq bo'lgandan keyin hozir jungoliq har bir maktabda Yaponiya nihoyat ko'p. Masalan, men Kyushuda Kyushu universitetida o'qigan vaqtimda qarang. Maktab bo'yicha 650 jungoliq bor edi. Uyg'urdan faqat menlam yolg'izdim ash maktabda. Shu vaqtida o'qish yordam pulini iltimos qilgan chog'da menga fakultetdan sen jungoliq bo'lgandan keyin ücret tursan deb men uda 2 yil o'qish yordam puli bermagandim. Nimasin jungoliq bak jiq bo'lgandan keyin bu ücret tursiz. Ash ücretsiz kelgan chog'dan ola olasiz uni. Shunga Uyg'urlarningki Yaponiyada o'qish yordam puli elish ahvoli nihoyatda qiyinchilik. Shunga bizning o'quvchilarimiz nihoyat qiyin ahvolda o'qiydi Yaponiyada. Ders haqqini topshirmasa bo'lmaydi. Endi Yaponiya bir qimmat. Shuning uchun bular o'zining turmushini qamdash uchun ishlamasa bo'lmaydi. Shunga bir chetdan ishlab, bir chetdan aspirantlik yoki bo'lmasa shu universitet o'qish, shuni elib berishdan nihoyat qiyinli bolalar. Shunga o'quvchi bolalarning turmushi biz ularni yaxshi deb ketamaymiz. Qiyinchilik ahvolda. Ikkinchisi ham bu Yapon ishlar qilib kelsak, bu ishlar qillarmi har xil, har yangi. Masalan, nihoyat cho'ng shirkatda ishlagan bolalarimiz bor. Qandoqlarimiz bor. Ular nihoyat yuqori maosh oldi. O'rta hisob bilan Yaponiyada o'rta hisob bilan 600 million Yapon yuanidan bo'ldi. Endi dollarga hisoblasak 60 ming dollardan 100 ming dollargacha olgan bolalar bor. Lekin bular nihoyat osonliklar. Ondan yana bir qism bolalar kichik yoki o'rtarolik shirkatlarda ishlaydi. Bularningki yillik kirimi ham odatda 40 ming dollardan 60 ming dollargacha bo'ladi. Ondan bir qismlar ham aniq xizmat o'rni yo'q. Ya'ni vaqtli xizmat ishlaydiganlar bor. Endi ular ham har kuniga topsa bir 80 dollar yoki jiqbos 100 dollar ashunaq topadiganlar bor-da bir kunda. Shunda Uyg'urlarning turmushi qanday deysiz qarang, endi shu kishining o'zining qanday shirkat ishlayotganligi yoki qanday organ ishlayotganligiga bog'liq. Endi Yaponiyada nihoyat biyib ketgan Uyg'urlarmi bor, lekin ular nihoyat osonliklar. Endi ular nihoyat obdan shirkatlarda ishlab yuqori maosh oldi, lekin bular nihoyat osonliklar. Endi ko'pincha Uyg'urlar endi o'zining turmushini aran qamdaydigan bir holatda. Endi Yaponiyaga Uyg'urlar kelgan 20 yil bo'lgan bo'lsa-mu, Yaponiyada rasmiy putrab bir shirkatni qurib, uningdan iqtisodiy asos tiklagan Uyg'urlar hozirgacha shakllangani yo'q. Mushu yaqinqi bir 3-4 yilning ichida bizning ba'zi qarindoshlarimiz oshxona echish yoki kichik bir tijorat qilish bilan hozir boshlayotdi. Lekin ularmi hozir o'zining ahvolini aran qamdaydigan ahvolda. O'zining eshinib hamda o'zining vatandoshlarga yoki bizning milliy harakatimizga to'p qo'shish degan gapda xili oldimizdagi ishlar bu. Turayat efendim, bu Yaponiyadagi Uyg'urlar haqida ozroq bir ma'lumot berdingiz. Endi bu Yaponiyadagi Uyg'ur davosi haqida biroz to'xtalib o'tgan bo'lsak, masalan, Yaponiyadagi bu Uyg'ur davosi qanday boshlangan, qaysi mezgillarda boshlandi? Sizning balkim herhalde siz chiqqandan keyin kuchaygan bo'lishi mumkin. Ya'ni buning Yaponiyadagi Uyg'ur davosining bunda kuchanib menishiga nima turtki bo'ldi? Bu haqida biroz to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Bu bir cho'ng masala. Buni boshlasak endi Yaponiyadan Uyg'ur masalasi, masalan, men yangi Yaponiyaga kelgan shu 90-yillari 94-95-yillarda endi Yaponiyada Uyg'ur masalasi degan asosan yo'qdi. 1997-yili 2-oyda G'o'lji voqeasi yuz berdi, siz bilasiz. Bu voqea yuz bergan chog'da Yaponiyada bu voqea to'g'riliq xabarlar berildi.
Lekin bu xabarlar nihoyatda kichik yoki oddiy berildi. Men shu vaqtda Kyushu universitetida edim. Men hamda shu vaqtda hamda bu voqeani anglab bek cho'chidim. Chunki bu biz chet elda bo'lgandan keyin haqiqiy ahvol bizga keldi. Bo'lib men vaqtida Amerikada Erkin Sidiq apandim deymiz. Bir necha Amerikadagilar bilan aloqam bor edi. Hamda ulardan mail orqali xabarlar kelganda bu to'g'riliq shunday voqea bo'pti deb. Ana Amerikadagilar bu beliga oq bog'lab Aksarayning oldida namoyish qilgan ishlarmi keldi. Bizning Yaponiyaliklarga. Lekin u vaqtda Yapondagi Uyg'urlar bu to'g'riliq hech qanday bir faoliyat olib boqmaganda, faqat men vaqt Tokioda emas, o'zim Fukuokada, Tokiodan aytlar ustun 2 soat ketgan u Fukuoka degan janub tarafdagi yer. Men o'zim yolg'on aşağıda o'zimning atrofidagi yaponliklarimga shu voqeani tunishtirgan bo'ldim-da endi vaqtida. Shunday bir voqea bo'lib Xitoylar bizning yoshlarimizni jiqqir etibdi, necha odamni to'ng'it etibdi. Deb men egallagan voqeaning axborotlarini endi shu atrofdagi yaponliklarga tunishtirish darajada bo'lgan. Endi Yaponiyadagi yana bir ish shu 1998-yili Tokyo Universitetida o'qiyotgan To'xti Tuniyaz apandim. Endi bu kishi to'satdan Xitoy tarafidan qo'lga olinib, maxfiy qo'lga olinib, bu oilasiga yenib kelmadi degan xabar keldi. Shu vaqtda men Erkin Sidiq apandimga bu ahvolni mailda yozib, shunday shok ketdi Erkinka Amerikada shuni angladingmi desam, Erkinkamdan shu vaqtda menga bir mail kelib, yo'q bu to'g'riliq bizga bunday bir xabar kelmadi. Biz bir o'qish baqayli bu zar qanday ish bo'ldi deb, ashunday bir paranglab olgan u vaqtda endi. Keyin men Tokiodagi bolalardan so'rasam, voy u odam yo'qolib ketdi, uyga kelmabdi, 2 bolasi, ayoli shu Tokioda qoldi deb ashunday bir paranglab olgan. Lekin bu ish to'g'riliqmi vaqtida Yaponiyada cho'ng bir g'ulg'ula paydo qilgan bir ahvol bo'lmagan edi. Shunday bir cho'ng ish bo'lsa-mu. Endi mening qarashimcha Yaponiya Uyg'ur davosini boshlagan kim o desangiz, bizning milliy rahbarimiz, ma'naviy onamiz Rabiya Qodir xonim bo'ldi. 2007-yili 11-oyda Rabiya apay Yaponiyaga tunji qitim keldi. Shu safari Rabiya apayninki Yaponiyadagi bizning davorimizni boshlagan safar bo'ldi. Endi shu mazgilga kelguncha Yaponiyada Uyg'urlar siyosiy jihatdan hech qanday bir faoliyat olib bormagan. Oshkor faoliyat olib bormagan. Rabiya xonim kelib tunji qitim Yaponiyada Uyg'ur davosini boshladi. Mana bu Yaponiyada biz Uyg'urlarningki davoyimizning boshlanishining birinchi qadamini meningcha mana milliy rahbarimiz Rabiya onamiz boshlagan. Men 2007-yili 11-9-kuni Shirash apandim deb bir bizning yaponlik do'stimiz bor. Shu apandimdan telefon kelib, menga bugun mening uyim kelsangiz, Rabiya xonimni sizni tanishtirmay dedi. Men shu kechda bordim, Shirash apandim uyiga. Berib shu kuni kechda endi Uyg'urlardan men, endi hozir bizning Ilhom Mahmud apandi, andan keyin To'xti Tuniyaz apandimning ayoli, endi yana bir ayol bor ekan. Yoshroq ayol bor ekan. Shu 4 Uyg'ur bor shu vaqtda. Shu kun tunji qitim men Rabiya apa bilan ko'rishdik. Shu kundagi suhbatdan yaponlik motor kishilardan bir necha kelgan shu so'ringa. Endi u vaqtda shu so'rindagi motorlarning yaponlik motorlarning Rabiya apaga bergan taklifi Yaponiyaga endi Uyg'urlarni obdan kelib turyapti. Endi bular asosan o'quvchilar, ziyolilar bo'lgandan keyin hozircha Yaponiyada Uyg'urlarningki siyosiy harakatni qilmasak, amalva siyosiy harakatni qilmay hozircha
Uyg'urlarmış erkin Yaponiyaga keladigan bir darvoza bo'lsa degan taklifim berdi Rabiya apayga. Buni men tarjima qildim Rabiya apayga. Shu vaqtda Rabiya apay unda bo'lsa bu bir darvoza bo'lgan bo'lsa bo'ldi ekan. Hozircha biz Yaponiyada bu Uyg'urlarning siyosiy harakatini qilishni targ'ib qilmaymiz. Men bu qatam Yaponiyadagi Uyg'ur o'quvchilar bilan ko'rishmayman. Men bular bilan ko'rishsam, bularning yo'li bir to'silib qolmasin deb milliy rahbarimiz shu vaqtda shu gaplarni qilgan. Shunga hamda men ham shu so'rinda bo'lgan bir Uyg'ur hamda. Endi u vaqtda hamda bizning Yaponiyada ahvolimiz shundoqda qaranglar. Hem Yaponiyada Uyg'ur davosini qilsa bo'lmaydi. Uyg'ur davosini qilsa, mush Yaponiyaga kelayotgan ziyolilarningki, o'quvchi bolalarning yo'l to'silib qoldi. Bu Yaponiyadagi bolalarga ehtimol siyosiy besim kelishi mumkin degan bir xil andisha bor u vaqtda. Endi bu andisha ham Yaponiya hukumatining Uyg'ur davosini tutgan pozitsiyasi bilan munosabatli endi. Endi hozirgi kunni kecha men tab bugun kechada Yaponiya hukumati yoki parlamenti hech qachon biz Uyg'ur davosini qo'llaymiz degan narsani bergani yo'q. Ochiq oshkora. Hozirgi kecha biraylik parlament a'zosi rasmiy o'tirg'i chiqib, men Uyg'ur davosini qo'llayman degan taqiq chiqmadi. Ko'rishganlar bor. Masalan, Rabiya apay kasmi ko'rishadiganlar chiqdi. Setim Türk efendim kelsa, yoki bo'lmasa Ömerxon efendim kelsa, yoki Dolqon Iso efendim kelsa, ko'rishadiganlar chiqdi. Maxfiy ko'rishadiganlar chiqdi. Yoki ochiq oshkora ko'rishadiganlar chiqdi. Endi ular asosan shu Rabiya bizning rahbarlarimizdan Uyg'urlarning ahvolini egallash. Endi shu ahvolni egallash darajada hozir. Shuning uchun Yaponiyada milliy davrimiz qanday boshlandi degan chog'da Rabiya apay boshlab berdi bu davoni. Shuna qilib 2007-yili Rabiya apay ketgandan keyin 2008-yili bu olimp echish ahvoli bo'ldi. Ahvol tayyorligining mazgili bo'ldi. Shu mazgillarda ham mush Yaponiyadan Uyg'urlarning davosini qildigan xalq ichidagi kishilar. Masalan, Shirash efendim deymiz. Bu Shirash efendim ham da asli Uyg'urlarga nihoyatda ko'p Uyg'ur o'quvchi bolalarga nihoyat ko'p yordam qilgan bir odam ekan bu. Endi bu odam shu Rabiya apay kelgan chog'da bu asli tutib kelgan yo'ldan o'zgarib bu odamning siyosiy yo'lga kirgan. Endi mush odam taklifi bo'yicha Yaponiyada bir Uyg'ur bo'lsa, mush Yaponiyada biz Yaponiyadagi Uyg'urlarning davosini qilaylik. Lekin biz yaponliklar da'vo qilgan chog'da bir Uyg'ur biz bilan birlik qilsangiz bo'lmaydi ekan degan gap bilan hamda Shirash efendim Rabiya apayga taklif berib, shu Ilhom Mahmud efendini shu Rabiya apayninki Yaponiya turishlik bir vakili bo'lib bersa degan taklifni berib, Rabiya apay bunga qo'shilib shu Ilhom Mahmud efendim 2008-yili 3-yilmi 4-yil bo'ldimi? Rasmiy shu Rabiya apayning Yapon turishlik bir vakili bo'lish bilan bu milliy davoni boshlagan bo'ldi. Endi u vaqtda nima Yaponiyada yana bir ish bor qarang, siz deb qo'ygan. Yaponiyada shu Uyg'ur davosini qilgan yana bir bizning bir nihoyat mashhur bir do'stimiz bor. U kim o desangiz, u Mizutani Naoko xonim. Endi bu xonim endi Uyg'urlar bilan tanishganim uzun yil bo'lib ketgan, Beyjingda o'qib, shu Beyjingda o'qigan vaqtida 90-yillarda Uyg'urlar bilan nihoyat quyuq aralashib, Uyg'ur davosiga nihoyat ko'ngil bilishni o'ziga vazif qilgan ekan. Ana bu xonim Yaponiyaga qaytib kelgandan keyin Uyg'ur davosi to'g'riliq maqola yozib e'lon qilgan. Buning tunji Uyg'ur davosini e'lon qilgan maqolasi Rabiya xonim to'g'riliq yozgan bir uzun bir maqolasi bor. Rabiya xonimni intervyu qilib,
Rabia Hanım'ınki muşu bütün 8 yaşını tunca kadar Yaponiya tunuştuğan kişi buldu da bu Misani Naoko Hanım. Şunun ki bu Naoko Hanım nurgun makallarını yazdı Yaponiyanın her xil matbuatlarında. Ondan keyin bir necha kitap çıkardı. Bulup mu Xitoydan qo'llangan Uyg'urlar degan bir mashhur kitobi bor bu xonimniki. Bu asosan shu Yevropaga qochib chiqqan bizning siyosiy boshma talab qilgan shu siyosiy qashqunlarimizni intervyu qilib, ashlarning noat ichinishlik sabzashlarini bir kitobga qilib nashrdan chiqargan bu. Hozir qaramoq Yaponiyada agar Uyg'urni taniyman, Uyg'urni to'g'riliq bir narsa bilay deydigan har qanday yaponliklarning qo'lida chuqum mushu Misani Naoko xonim yozgan bir ashi kitob bor. Yoki bo'lmasa mushu Misani Naoko xonim yozgan maqolalarning kopiyasi bor. Bu endi mushu bizning Uyg'ur davosini Yaponiyada tunishtirishda Misani Naoko xonimning töhfasi nihoyatda mashhur deb qarayman men shaxsan. Shunga men bu Misani Naoko xonimga nihoyat hurmat qilaman. Buning bizning mushunayimizni Yaponiya tunishtirgan to'g'risida qilgan xizmati bizning mushu Yapon Uyg'ur do'stligi mush tarixida bir o'chmas bir mo'jiza bo'lib qoldi deb qarayman men. Shunga bizning endi Uyg'urlarning o'zimizga kelsak, bu davoni endi tunji qatim mana men o'tirib chiqaman deb boshlagan endi Ilhom Mahmud apandim bo'ldi. Ilhom Mahmud apandim endi shu Shirash apanimninki butun qo'llashi bilan bu ishni boshlagan. Bu ish boshlagandan keyin davarimiz Uyg'urlar tomonidan boshlangandan keyin bu to'g'riliq endi ba'zi fikrlar bo'ldi. Nima degan chog'da bo'libmi Misani Naoko xonim atrofidan bir necha Uyg'urlar bor endi. Masalan, men bor endi atrofini ma'lumotlar beradigan boshqa bir necha Uyg'urlar bor endi bu Misani xonimga har xil tarjima ishlari yoki materialni yo'llash, nurg'un endi bunga yordam qilgan. Nima desin bu Misani Naoko xonim Uyg'ur chiqmaydi. Uyg'ur chiqmagandan keyin bunga materiallar butun Uyg'urcha bo'lgandan keyin bunga tarjima qilish ishlarini butunlay bizning o'sha Uyg'ur qarindoshlarimiz qilib bergan, maxfiy qilib berganda bunga. Endi bu yerda Ilhom Mahmud apandim bu yerda vakil bo'lib chiqqandan keyin ba'zi bunga qarshi ba'zi ko'zqarashlar, fikrlar bo'ldi. Nima uchun Ilhom bo'ldi ekan, nima uchun boshqa Uyg'urlar bo'lmaydi ekan deb. Keyin endi mushto'g'liq endi g'ulg'ullar bo'lib endi oxiri endi shu Yaponiyada shu Uyg'urlarning bir tashkilotini qurmasa qolmaydi ekan degan bir narsa endi bu dunyo Uyg'ur qurultayidimi g'ulg'ula bo'lib bular qaror elib 2008-yili 5-oyda o'ylayman, 4-oyladimi Dokmay Sapandim kelib shu da'vo qatnashma degan Uyg'urlardan bir 7-8ni yig'ib bir yig'in ichib bir yerda bir tashkilot qurgan. Endi dunyo Uyg'ur qurultayininki shu rahbarlik ostida bir Yaponiyada shu Uyg'ur davosini qilgan tashkilotni qurgan. Lekin u tashkilot kirgan Uyg'urlarning orasida endi u tashkilot qurilib bir ishga bo'lmaylam shu fikrninki birligi bo'lmaslik yoki ba'zilar ushaqcha kishilarning to'g'riliq endi o'zaro fikr birligi bo'lmaslik degandek ishlar bo'lib endi bu organ yaxshi menga ketmagan o'xshaydi-da. Endi bu to'liq ma'lumot ba'zi xabarlar keldi endi shunday bo'layapti, bu tashkilot ancha yaxshi ma'lumot aytibdi deb. Bo'libmi Misani xonimda naqshtabda menga telefonlar kelib shu ishni nihoyat obdan bir yo'lga salsa qiladi, bu ish qamlashmaydi. Siz shu Uyg'urlarning cho'nglari endi ham o'qigan shunday bir odam chiqmasa bo'lmaydi degan gaplar bo'ldi endi vaqtida. Shunaqa qilib endi ikkinchi qatim endi mushto'g'liq masalalar bo'lgan ekan, buni hal qilmasa qolmaydi ekan deb endi dunyo Uyg'ur qurultayidan setimtir apandim keldi.
Bu efendim kelginem şu 2008-yılı 6. aylarda geldi. Kelgenigenden mağımı haberler geldi muşundaq bir kaptan bir körüşep Yaponiyada bir teşkilat kuruş kişi var ekan muşundan bir qatnaşsaq deb teklifler keldi mağımı. Men aslamda bu oturgu chiqishdan sal o'zim tatqandim. Nimasi o'zingiz bilasiz, bu oturgu chiqish nihoyatda tez gap biz Uyg'urlarga siyosiy jihatdan. Nurg'un besimlar bor bizga. Oila jihatdan besimlar bo'ldi. Andan keyin bu Yaponiya hukumati de Uyg'urlarning davosini qo'llaymiz degan oturgu chiqmadi. Masalan, Yevropada qo'llaydi, Amerikada qo'llaydi. Siz turishliq hozir Gollandiyani qo'llaydi. Nima desangiz, sizlar masalan siyosiy jihatdan faol qilib boshqalar qilsanglar shu zaman sizlarni tasdiqlaydi sizlarga. Lekin Yaponiyada tahi undaq bir yo'l ochilmadi. Hozirgacha ochilmadi. Birasi qo'ylaqa siyosiy boshlanib talab qilmadi. Lekin bir Mo'ng'ul talab qilgan, bir yil 2 yilda talab qildi bu Mo'ng'ul kishi. Lekin bu kishining talabini Yapon hukumati rad qilib etdi. Yani bir Hansu adam talab qilgan, bu demokratlardan bir adam talab qilganda, bu adam qarang, talab qilib 7 yil ketdi ashning g'alaqa boshlanishga tasdiq uchun 7 yil ketdi. Endi bu siyosiy jihatdan boshlanishga talab qilma desangiz qarang. Yaponiyada xizmat qilsangiz bo'lmaydi ekan. Xizmat qilib o'zingizning jiningizni baqsangiz bo'lmaydi ekanmish. Qonunsiz bo'ldi ekan. Bundan keyin u siyosiy boshlanishga talab qilolmaysizda. Masalan, mening oilam bor. Men oilamni boqmasam bo'lmaydi. Agar men xizmat qilmasam, oilamni boqadigan nima choram bo'lmaydi meningki. Shunga nurg'un besimlar bo'lgan keyin men bu o'tirib chiqishni o'zim topgandim. Lekin endi bu davoni qilmasa qolmaydi. Davoni men maxfiy qilib kelgan. Maxfiy e'lon qilgan maqolalarim bor, maxfiy bergan suhbatlarim bor, maxfiy yapılıqlarga bergan materiallar bor. Maxfiy qilib kelganda shu manzilga kelgacha. Endi bu vaqtda Misani xonimda menga taklif qilib bu siz mushuning bir qatnashsangiz, bir ziyoli bo'lgan ekan bu bolalarga bir yo'lboshchilik qilib qatnashib bersangiz dedi. Boshqa Uyg'ur qarindoshlarimizdan menga telefon keldi. Rahmat efendim, siz bir kelsangiz birga qilsaqmiz shunda. Shunaqa qilib inshaalloh 2018-yili 6-15-kuni biz bir 10 dak Uyg'ur bununla Dünya Uyg'ur Qurultayının ma'mur raisi Sedintuk efendim baş bo'lib 10 dak Uyg'ur Tokyoga yig'ilib bir yig'in zalga. Shunda shu Yaponiya Uyg'ur jamiyatini qurish to'g'riliq yig'in ochdik. Endi bu yig'indan nurg'un masalalar muzokara bo'ldi. Talash tartishlar keskin bo'ldi. Nurg'un masalalar to'g'riliq. Bu yerda u talash tashlaydigini bo'lmaydi. Oxiridagi natija nima bo'ldi desangiz, Yaponiya Uyg'ur jamiyatini qurishni jaka oldik. Endi buningga shu vaqtning o'zida mana men o'tirib chiqma deb o'tirib chiqishni bel bog'lagan Ilhom Mahmud efendi bu uyushmaga rais bo'ldi. Rais deb bekitdik. Buningga muavin raisdan men bo'ldim. Endi Ilhom efendim o'tirib chiqqan bo'lgandan keyin men endi o'tirib chiqolmayman. O'tirib chiqolmasammi bo'ldi buning aqsa turib deyishib yordamlashaman degan shart bilan men endi muavin rais bo'ldimda Yaponiya Uyg'ur jamiyatining. Ondan qolgan 3 qarindoshimiz doim aytgan. Va'da bularmi endi o'tirgan uch qashqari chiqmasdan maxfiy o'zini oshkorlamasdan endi bu tashkilotda xizmat qilish to'g'riliq va'da berdi. Shuna qilib bu Yaponiya Uyg'ur jamiyatini biz 2018-yili 6-15-kuni qurib shu kuni kashdan Sedintuk efendi Erkin Asar radiosiga rasmiy e'lon qildi. Yaponiya Uyg'ur jamiyatini qurilganligini jak oldi. Shundan boshlab hamda mening qarashimcha Yaponiyadagi bizning Uyg'urlarning da'vosi 2018-yili
6 yanı 15. günü şu Yaponiya Uyghur Cemiyeti kuruluş gününden başlap resmi davarımızın başlılık desek boludu. Şu dava başlangan 2 yılla biz şu 2008 yıldaki 8. aydaki şu Beijing Olimpik yığına karşı dağdığılık bir çoğun namayiş elip balık Yaponiya'nın Tokyo şehrine. Ay yıldızlık baylıkımız yapıldı Yaponiya'nın koçusuda. İlham Mahmut Efendim Yaponiya Uyghur Cemiyeti namıdan tunci bir bayanat ilan kıldık şu günü. Yapon Jungo'nunki, Xitay'nunki baş elçixanasından aldı da. Bu birinci kıtım namayişimiz oldu. İkinci kıtım namayişimiz 2008 yanın 3. günü oldu. Bunun bir nayet çoğun dağdığılık 300'deki adam katlaştı bu namayişka. Çoğun namayış oldu. Ben çıktım namayışka. Lekin yüzümle itip mask takıp yüzümü çıktım. Birinci kıtımlık namayışka ben çıkan. Lekin bu vaxtıda ben yüzümle dağıkı düğügep çıkandım. Hem özümle tunuşturmaslık üçüncü. Tuncu kıtımlık Yaponiya Uyghur Cemiyeti'ninki şu baş makalesini ben yazgandım. Ben yazıp Japonca yazıp İlham Efendi okudu onu. Nayet obdan başlangan. Afsuski hem de bu bizim bu Yaponiya Uyghur Cemiyetimiz nayet dağdılık başlangan bilen bir neçe mesele kap kalgandı bunun da. Endi bir mesele hem de bunun hem de Uyghur davasıga nayet çoğun töhfü koşkan hem de Miztani Naoko Hanım sel bir idisini ötmeydiğen bir işler boğan bu kuruluş jarayonida. Naoko Hanım bunun naeti kusuk köpken de bununla. Endi bunu hem tafsili bir yerde men söylep etsem hem de gap bek uzun bo'lib ketdi. Endi mushu masalalarga o'tirib tushib endi Naoko Hanımning norozilig'i. Şu vaqtida hem Setimtir Efendimi nayda 5 qatıgan bu işqa. Hem şu Naoko Hanımning qandaq bir qısaq şu noroziligini bir yumuştup şu Yaponiya Uyghur Cemiyetini qo'llashga bulak eder. Lekin hem Setimtir Efendim maxsus Naoko Hanım bilan suhbatlashdi 1 soatga. Tarjimasini men qildim. Nayda samimiy suhbatlashdik Naoko Hanım bilan. Endi o vaqtda Naoko Hanım nayet özünün fikrini çiң turib aldı, qattiq turib aldı. Onda algan ekan endi men keyin endi Setimtir Efendiga endi bo'ldi endi biz obdan xizmat tushundik bu xonimga. Nayet çiң turib aldı fikrida. Endi siz ketib turing. Biz asosda Naoko Hanım xizmat ishlab bir amal qilamiz deb men va'da bergandim Setimtir Efendim. Shunaqa Setimtir Efendim ketdi yapın Turkiyaga. Biz qoldik. Endi şu Naoko Hanım'ınki bu qo'shiq ko'pishi, andan bu ishqa nayati butun kuchi bilan bu ishni boshlagan Shirash Efendim. Endi gapni ochiqqa aytsak, Shirash Efendim bilan shu Naoko Hanımning fikri bir yerda bo'lmay qoldi. Endi o vaqtida Shirash Efendim bu Yaponiya Uyghur Cemiyeti'ninki baş maslahatchisi edi. Bu endi bu bizning cemiyetimizning qurilishidan burunlam Setimtir Efendim bu Shirash Efendimni shundoq bekitib ketgan. Endi bunda bo'lgan ekan buningga endi Miztani xonim sal qo'shilmagandek bo'ldi. Endi mush ikkisining qo'shilmasligi bilan endi Yaponiya Uyghur Cemiyetining ichi nima endi mushu fikrning birdek bo'lmasligi hosil bo'lib qoldi-da. Mushunda bo'lgan ekan ishga jihatda men ushaqcha gap so'zlar bo'lgandek bo'ldi. Andan bir mazgil o'tgan ekan men o'tirib chiqolmagan ekan endi menga bo'lgan besimmi bo'ldi endi. Ba'zilar to'g'ri bo'lib yaponliklardan bo'lib Shirash Efendimda menga bo'lgan besim bo'ldi. O'tirib chiqmaydigan odam nima uchun menga rais bo'ldi ekan u bu deb endi shunaqa bir gaplar bo'ldi. Shunaqa gaplar bo'lgan ekan men endi ba'zi mushsima qilish jihatdan sal besim uchirdim. Andan o'zim Yaponiyaning xizmati bak eg'irchi, shirkatning xizmati. Men shirkat ishlaydigan bo'lgandan keyin bu har kun 10 soat ishlab, hamda shu damlash kuni hamda biz da'voga uzoq bir vaqt chiqarib qilish bir imkoniyatdan bor shu vaqtida. Keyin andan bu
Yapon Uyg'ur jamiyatidagi bu fikrininki bir yak emaski sal keskinroq bo'lib ketgandan keyin menga bir ro'y jihatdan bir besim bo'lib, oxirsida mening bu xizmatimni davomlashishga tez bo'lib qoldi mening bu ma'muriy xizmatimni. Unda bo'lgankan men amalsizdan shu 3 oydan keyin 2008 9-15 kuni bir shu Yaponiya Uyg'ur jamiyatining doimiy komitetining yig'ini ochib, men shu yig'indan istifa berdim. Men bu qilishga ojiz bo'lib qoldim. Ranjimasliman, kichkinib chiqaydi. Yana bir ish qarang, bu Yaponiya Uyg'ur jamiyatiga bir yig'ilgan, biz 5imiz yig'ildik qanday. Endi burun endi o'zaro tunishmaydi bu o'zaro. Masalan, men bu İlham Mahmud efendimni yaxshi tanimaydi bu vaqtda. O İlham Mahmud efendim meni yaxshi tanimaydi. Başqa qarindoshlarimiz ham o'zaro yangi tanishgan. Bir-birimizning zot oq ko'rinishi qanday, kim qanday da'volarni qilib kelgan, kim nima qilib kelgan. Uning ustiga men o'zimni oshkorlamagandan keyin bolalarga ancha bek ishonch bog'lab ketmagandan keyin endi bolalarmi meni nima ish qilib kelganligini uqmaydi. Shuning uchun endi shunday bir ishlar bo'lgan ekan mening xizmat qilishim tashlab endi istifa berdimda. İşçilik istifa benim bunun. Şunun için özüm məxsus, öz aldığımğa fəaliyyət elib bardım. Davarımını özüm yalnız tutmadım. Yaponiya Uyg'ur jamiyati o vaqtda men istifa bergandan qolgan 2 kishimi istifa beribdi. Oxirsida İlham Mahmud efendim bilan yana bir kishi qoldi endi jamiyatda. 2 kishilik bo'lib qoldi-da. Keyin bunday ish bo'lgandan keyin bu Yaponiya Uyg'ur jamiyatiga endi yaponliklar a'zo bo'lib kirib, hozir ham Yaponiya Uyg'ur jamiyati endi Uyg'urlarning shu İlham Mahmud efendim bor, boshqa Uyg'urlarning bir narsa bor o'xshadi meni anglashimcha. Ana qolganlari yaponliklar bilan endi da'vo qilyapti-da tashkiliy jihatda. Rahmat. Nayda etraflık sözler verdiniz. Bu 7. ayının 5. günü yani 2009 yılı bo'lgan vakalardan keyin bu Yaponiya hükümetide bir Uyg'urlarga nisbatan bir o'zgarishlar bo'ldimi? O'tganlarda masalan Erkin radioları bazı xabarlarni o'tirg'a chiqqan, masalan Uyg'ur o'quvchilarning pasportini uzatib bermaganligi, bu xildagi bir narsa bir xabarlardan anglayotganda. Mush 7. ayın 5'den keyin yana bir qanday bir o'zgarishlar bo'ldi Yaponiya hukumatidan Uyg'urlarga bo'lgan ko'z qarashida. 7. ayın 5. günü vaqa endi bu nayt bir tarixiy xarakterlik bir cho'ng bir vaqa bo'ldi qarang bu. 1989 yılı 6. ayın 4. gündeki bu qonliq bostirish temi vaqasi deymiz. Şu temi vaqasiga o'xshash vaqa Urumchida bo'ldi desak bo'ladi. Endi bu cho'ng vaqa biz hammamizga bilamiz, biz Uyg'ur tarixida buna ait qonliq bir vaqa bo'ldi. Shunday bir qonliq vaqa bo'lganligi uchun butun dunyo buni ko'z tikdi. Albatta Yaponiya hukumati, Yaponiyaning matbuotlari diqqat qildi bunga. Yaponiyadagi matbuotlardim zo'r darajada, zo'r doirada Yaponiyada e'lon qilindi. Endi hozir Yapon hukumatining bu voqeaga tutgan pozitsiyasi qarasak nima desin, Yaponiya hukumati bu to'g'riliq tashqi ishlar ministrligidan bir suhbat deymiz endi e'lon qilib bu voqeaga afsuslandik degan bir pozitsiyada bo'ldi. Afsuslandik dedi. Ayıplaymiz demedi Yaponiya hukumati. Endi bu Yaponiyaning hukumati ham asosan bu Xitoylar bilan nihoyatda qo'yiq munosabatda. Bularning iqtisodiy munosabati nihoyatda qo'yiq. Endi ustiga qarang, Yaponiya ham Ikkinchi dunyo urushi mezgilida Xitoyga askar avatgan tarixi bor. Endi Xitoy taraf buni bizga tajovuz qilding deydi. Yaponiya lekin o'zining tajovuz qilganligi, biz tajovuz degan gapni taq bular Yapon hukumati taq ochiq oshkora eg'izga olgani yo'q. Hozir Yapon hukumati nima deydi? Biz armiya askar chiqardik deydi. Nayt bu sezgir inchik masala bu Yaponiya bilan Xitoyning o'tirishidagi masala.
nurg'un tarixiy masalalar, qildiq masalalar var da. Şuna bu Xitoyda bir voqealar cho'ng ishlar bo'lib qolsa, Yaponiya hukumati nihoyatda bir qo'shqin o'tiraliqda bular. Amerika yoki Yevropada uch oshkora Xitoyni bu inson haqlari, huquqlar jihatdan uch oshkora ayblamaydi bular. Hozircha ayblar kamida tuzugrak. Şuna hukumat jihatdan biz Uyg'urlarning shu maqatimqi 7-nın 5-nji günniki bu qanlıq voqeaga Yaponiya hukumati Xitoyni ayblamadi. Endi parlamentda qanday desiniz? Parlamentdanmi hech qanday bir nima bermadi, pozitsiya bildirmadi parlamentning tarafdan. Endi xalq ichidan, endi buningga Yaponiyadan, Yapon Xitoy munosabatidan bu xalq ichida, Yapon xalq ichida Xitoyga nihoyat 3 Xitoy millatga o'chlar bor. Bu bir xil kishilar. İkincisi Xitoyningki shu kommunizm tuzimiga qarshi yapılıqlar xeli bir turkumda egallaydi. Üçüncüsü shu biz Uyg'urlarga estash qilgan yapılıqlar xalq ichida bor. Ondan keyin yana to'rtinchisi Yaponiyada shu 10 yillar deymiz. Bu 10 yil taraflar hamda shu erkinlik, demokratiya degan ta'kidlangan bo'ladi endi bular. Bular shu 4 xil kishilar xalq ichida bo'lganligi uchun xalq ichida nihoyat keng inkas bo'ldi. Nihoyat bir nafrat bo'ldi Xitoyning shu qilgan ishlariga. Men masalan shirkatga borsam-mu, masalan meni tanishtirimmi shu telefonlar urib kelib, hal so'rab, qanday bo'ladi, oilangda ahvoling qanday, sening oilangda shunday bir fojia uchraganlar bormi deb nihoyat andish qilib bularni nima qilib boshlaqlar bor. Undan keyin ikkinchisi nihoyat nafratlanganlar nihoyat ko'p xalq ichida. Lekin hukumat xalq ichidagi bunday nafrat, bunday Xitoy hukumatiga bo'lgan norozilikqa vakillik qilolmadi. Turan efendim, bu Uygurlar arasında hazır Uygur davasını küç çıkırımız devatkallar ya ki küç çıkırvatkallar biraz köpüyotamdı ya komusu yani okşaş burunqıda ketip baramdı. Endi hukam Yaponiyaga Uyg'urlar kelgani men ham deb o'tdim, 25 yillik bo'lib qoldi. Haqiqiy mana men chiqdim deb chiqqanlardan hozir Ilhom Mahmud efendim bor. Endi bu yil men chiqdim. Ondan keyin shu 7-nın 5-nji kunniki shu voqeaga cho'ng namoyish bo'ldi Yaponiya Uyg'ur jamiyatida. Shu vaqtda mening anglashimcha 50-60 tak Uyg'urlar kelibdi namoyishga. Keyin endi bu Uyg'urlarni tashkillash ishlari nihoyat ojiz bo'ldi deb qarayman men. Yaponiya Uyg'ur jamiyati bu jihatda asli shu 50-60 tak Uyg'urlar chiqqan bo'lsa, tömürni qiziqdi u deymiz-ku. Aş vaqtning o'zida bu Uyg'urlarni yig'ib, tashkillab, ashuni yetakchilik qilib, tashkilotini zo'raytib bir fursat kelganda shu vaqtida. Lekin endi bu fursatni obdan tutolmagandek qildi menimcha. Endi u ishlar o'tib ketdi. Endi hozir ahvol qanday desangiz, hozir endi o'tirib chiqmaydigan Uyg'urlarmi nihoyat oz sonda. Masalan, Rabia xonim, Rabia apay kelsin, yoki bo'lmasa Sentur kapanim kelsin. Bular kelsa maxfiy ko'rishganlar bor. Lekin ochiq oshkora yig'ilib bir yerga. Masalan, sizlardek shu cho'ng bir restoran bir 20-30 dak, 100 dak Uyg'ur yig'ilib, bularni kutadigan cho'ng bir murosim yoki ziyofat o'tkazadigan undaq ahvollar hozir Yaponiyada elib berish mumkin emas. Yaponiyalik Uyg'urlar undaq yurakli bo'lib ketmadi. Nima desin? Endi mening qarshimcha qarang, asosiy masala Yaponiya hukumati biz Uyg'urlarga biz sizlarni qo'llaymiz deb aniq bir pozitsiya bergani yo'q. Endi bu nihoyat bir cho'ng bir Uyg'urlarning o'tirib chiqishidagi bir cho'ng to'salg'i. Agar Yaponiya hukumati masalan Uyg'urlarga, Tibetlarga, Mo'ng'ullarga, andan shu Xitoy demokratchilariga siyosiy boshpanlikni beramiz deb bir uch qashqari bir
Hökümetden muşnaq bir ochiqashqar bir narsa bergen bolsa bizga, biz positsiya yoki bir qaror yoki bir qonun chiqargan bolsa, bizning Yaponiyadagi mush Uyg'urlarni 10-yillar to'q yurak emas. Chuqur o'tirib chiqdim. Hozirgi 5-6 bor ekan. 100-200 hattoki 700 o'tirib chiqishi mumkin menimcha. Nurg'unlar ichida qaynaydi. Masalan, men o'zim shaxsan ukam Yaponiyada 17 yil turdim. Naati qaynab o'zim jiqishlarni qildim. Har xil mushu matbuotlarga maxfiy axborot berish, danliq mushu jurnalistlarga tarjimonlik qilib berish, yoki o'zim egallik axborotlarni ularga yetkazish, Uyg'urlarning davosini ularga tunishtirish maxfiy holda. Hozir maxfiy qilayotganlarni ko'p deb qarayman. Lekin Yaponiya hukumati bizga mushu aniq pozitsiya bildirmagachga biz o'tirib chiqamayapmiz. Bu bir masala. Hamda ikkinchi masala nima desangiz, hamda biz Yaponiya hukumati bu bizga nima O'chqashqar sizlarga siyosiy boshliqlik nimani bermaymiz deb pozitsiya bermaganiga qarang. Ana Xitoymi bizga bizni bo'zaq qilishga o'tdi-da bular. Hozir nurg'un bolalar pasportni e'lomati. Masalan, men pasportimni olamadim hozir Yaponiya bu bashal chiqansin. Xitoyning bashal chiqansin. Qolgan bolalarmi pasportni ololmaydi. Pasportni olpasin nima deydi ekan? Sening pasportingni biz nima Urumchidan xabar kutmaymiz deydi ekan. O xabar qarang. Necha kelmaydi ekan uni xabar. Yo'q, rost kelmamdi. Yo'qimiz qasdan bular shu xabar kelmadi deb bular qasdan bu bizning Uyg'urlarimizni qishni atamdi. U menga noma'lum, lekin meningcha Xitoy hukumati qasdan mush Yaponiyalik Uyg'urlarni qistab qasdan pasport bermaydi. Ba'zi bolalar bor, Yaponiyalik o'rganishni tugatib hozir Angliyaga yoki Amerikaga ketamiz deb. Lekin qo'lda pasport olmadi, Yaponiyadan chiqolmaydi. Nayt qilinayotdi bular. Endi bu bir cho'ng bir masala. Endi buning hamda biz Yaponiyadagi bizning tashkilotimizning ahvoli ojiz. Masalan, Ilhom Mahmud apandimning Yaponiya Uyg'ur jamiyatini desak, uning ta hozirgacha bir ishxonasi yo'q. Qarang. Ilhom Mahmud apandim o'zining uyida bu ishxonasini qildi. O'zining uyida, uning uyida nima Tokioda emas. Tokioning qishidagi bir shaharda. Endi uning mana men seni qo'llayman deb bir shirkat chiqqani yo'q. Yo'q, uningga sening barg'aliq maishingga mana men berma deb bir odam chiqqani yo'q qarang. Haqning qo'li qaranglar. Ashunaq bir bichora holatdamiz. Endi biz ba'zi ratyoldimi beryapti, palonchi bilan ko'rishdik, qo'qinchi bilan unda qildik deb. Lekin qarang, endi o ko'rishgani to'g'ri, ko'rishgani rost, yolg'on emas u. Haqiqatan masalan Abi apandim har qatim masalan Rabi apa kesim ko'rishdi. Bizning qonun rahbarimiz kesim ko'rishdi. Endi Yaponiya hukumatining mang'uzdigan ashu radiolog, yadrolog kishilar taqa bizning rahbarimizni ko'rishgani yo'q. Hozir Yaponiya Demokratlar partiyasi mang'uzyapti hozir. Hokimiyatni o'stirib partiya Demokratlar partiyasi. Lekin bu partiyadagi nupuzli kishilar taqa bizning da'voyimiz to'g'riliq aniq bir narsa bildigani yo'q. Tibetlarni qo'llaydigan Yaponiyalikningki parlament a'zolarining guruhi bor. Bu guruh nihoyat aktiv faoliyatlarni qildi. Masalan, Dalay Lama kelsa, ularni kutib oldigan, Tibetdan ishini qilgan nurg'un faoliyatlarni qildi. Lekin parlamentning ichida Uyg'urlarni qo'llaydigan parlament guruhi qurilgani yo'q. Endi bizning vazifamiz og'ir Yaponiyalik Uyg'urlarning vazifamiz. Lekin bizga asosimiz ojiz. Shuning uchun biz hozir cho'ng ishlarni qilolmayapmiz. Turomət efendim, sizce hazır dep öttünüz. Yani bu yerdə Yaponiyada Uyğur davasını ochiq o'tirg'i chiqib qilayotgan mesela bir İlham Mahmud efendim bo'lardi-da, qolganlarni mesela o'zingizni va yoki bir nechalarni maxfiy holda qo'lingizdan kelishga yordamlarni qilayotganingizni siz albatta chet eldagi boshqa Avrupadagilar bo'lsin, boshqa yerdagilar bo'lsin, yani bildiğimiz zaten ko'p anglayotganimiz İlham Mahmud efendimning ismini ko'p anglayotimiz, ham Hoji Qutb Qodir efendimning ismini anglayotimiz, boshqa bir Uyg'urlarning ismini shaxsan men hech anglaganim yo'q. Yani bir maaşlarını kıyıtıptı dep, yani o'tirg'i chiqqanlarni bilmaymiz. Belki albatta Dünya Uyg'ur qurultayıga Astrıt'tan yardım beriyotgan
nurg'un Uyg'urlarimizning borligi nima deymiz endi o'naligi yiroq ko'ngil bo'lmaydi albatta bo'lishi mumkin. Endi sizcha hozir masalan buning asos sabablaridan birisi ya'ni Xitoy ko'pincha Yaponiyadagi Uyg'urlar Xitoy pasportini yeni gelib yurganligi uchun bular yana pasportlarni uzatish jarayonida hozir sizda o'zingiz deb o'tdingiz ya'ni uzatammayotimiz endi. Shunday masala ham buni Yaponiya hukumatı bizga bir qo'llab siyosatmonalik bermayotdi deysiz. Ham buning oldini olish uchun masalan kim nima qila oladi deb qaraysiz? Masalan Dunyo Uyg'ur qurultoyi bo'lsin va boshqa Uyg'ur tashkilotlari bo'lsin, bu ishga bir qo'l tiqib masalan bir ozroq bir yordamlashalaydigan bir amallar bormi sizcha? Buningda masalan chet eldagi boshqa Uyg'ur tashkilotlaridan yoki boshqa Uyg'urlardan nimalarni kutasiz bu haqda? Rahmat. Men yana birinchi deb qo'yishni unutibman. Siz aldingiz Hacı Qutlug' efendim deb. Bu endi Hacı Qutlug' efendim endi nayt obdan xizmatlarni qilib kelyapti. Masalan o'tganda Rabia xonimni taklif qilib 10 universitetda leksiya so'zlatdi. Endi buning ta'sirini cho'nqir bo'ldi. Endi maqatim Sidiq Hacı efendimni chaqirib, yana bir qatim 10 mushu universitetda nayt cho'ng hajmlik leksiyalarni so'zlab, Yaponiyadagi ziyonlarga mushu bizning davayimizni anlatyapti. Menimcha qarang, bu nayt buyuk bir ish bo'ladi. Yaponiya masalan biz bir mamlakatda qarang, bizning mushu davayimizni qilamiz desak, eng birinchi narsa nima desin? Hukumatni mang'uzish. Hukumat bilan parlamentni mang'uzish. Bu eng muhimi. Eng birinchi o'rinda shuni qo'ymasa qolmaydi. Agar hukumat bilan parlamentni biz mang'uzamasak, bizning u mamlakatda bo'lgan davayimiz deb atsak olmaydi. Men shuna qarayman. Lekin endi biz Yaponiyaning ahvoli nihoyatda murakkab, nihoyatda sezgir, nihoyatda nozik bo'lganligi uchun shunga biz ishni xalqdan boshladik. Endi hozir bu xalqdan boshlangan ish endi Hacı Qutlug' efendimning kuch chiqarishi bilan bu hozir ziyonlar qatnamagan. Bu o'sdi. Bu bir ilgirish deb qarayman men. Nima desin bir mamlakatni qarang. Bir mamlakatga bo'lgan bu bir millatga bo'lgan ziyonlarning ta'siri kuchli bo'ldi. Siz 10 ming odat fuqaroni mang'uzgandan ko'ra 10 ziyolini maqola yozg'izib, har kuni yoki bo'lmasa har oyda bir parcha maqola ashunaq bir mang'uzib chiqara olsangiz, siz butun mamlakatni mang'uza olasiz. Shuning uchun meningcha shu Hacı Qutlug' efendimning bu qatim qilgan ishlari nihoyat buyuk deb qarayman. Endi bundan keyin shundoq boshlangan bizning ta'sirimiz men hozir deb o'tgan shu hukumat, ondan keyin parlament shuni taraqqiy qildi deb o'ylayman. Endi bu bir masala. Endi ikkinchisi endi bizning shu Yaponiyadagi tashkillanish ahvolimiz, biz tashkilotimizni Yaponiyadagi kuchlantirmasa bo'lmaydi. Hozir tashkilotimizda masala bor. Üniversiteye nurgun mesela şu Ministan'ın Naoko hanımınki meselesi deyimiz, Şiray Şapa'nın meselesi deyimiz ya başkalarının elaki fikir birlik bulmaslığı. Anda Uygurlarının arasıdı mı? Fikir birlik yok hazır. Anda biz elaki nimen için? Elaki özümüzdeki bazı meselenin için yoşursak bulmaydı katli nazar. Elaki ağırlıkını yoşursan ölügün şu deydi o. Mesele boğan için biz meseleyi hal kılışımız gerek. Meseleden kaçmasımız gerek. Agar bu masalani hal qilmasak, bizning tashkilotimiz taraqqiy qilolmaydi ekan bundan keyin. Shunga men Dunyo Uyg'ur qurultoyiga bo'lgan taklifim Yaponiyadagi tashkiliy masalasini qat'iy nazar hal qilish kerak. Tashkilotimizni hal qilmasak olmaydi. Hozir o'tirg'i chiqmagan Uyg'ur burun Ilhom Mahmud apanning bo'lgan bo'lsa, hozir uni yoqadi Uyg'urlarimiz. Qanday qilib onu Uyg'urni bir yerga akilimiz? Buni o'ylamasak olmaydi. Şuna mening Dunyo Uyg'ur qurultoyiga rahbarlarimizga biron taklifim balduroq shu Yaponiyadagi hozir saqlangan masalalarni hal qilib, tashkilotimizni yana bir qatim yangi boshdan qurish yoki bo'lmasa hozir bo'lgan tashkilotni bir qatim isloh qilib chiqish. Bu to'g'ri qarang. Biz shaxsiy obro'y yoki shaxsiy manfaat ularni qarang. Taq ko'rasak bo'ldi. Biz qat'iy nazar bir millatimizning manfaatini birinchi o'ringa qo'yib, har qanday shaxsiy ziddiyat, har qanday shaxsiy manfaat hammani qayrib qo'yib, yana bir qatim bir yakilishimiz kerak Yaponiya Uyg'urlar. Men mushundaq bir talabni beraman.
Agar bu tashkilotimizni qilmaydigan, bizning ishimiz tashkili bo'lmaydi ekan, shaxsiy, har bir shaxsiy o'z oldiga ishlarni qildi ekan, bizning ishimiz hargiz Yaponiyada olg'a bosmaydi. Endi Turmamat efendim, hazır siz davatsız da, yani keselini yuşasan ölüm aşkara deydiğin gap var. Ben sizlerini demeyimi olmaydı ama bazı şekillerde biraz başkalarının qarlagan bir şekilde ötep qalgandek bolavatımız. Endi mening hazır tushungan narsamni qaraganda siz davatsız. Endi bu Yaponiyadagi tashkilotni biraz kengaytirish kerak, biraz birlashish kerak deb, endi boshqalarni birlik kirish kerak deb. Endi men hozir o'tirg'i chiqayotgan odam demisimi, hammaylar bilamiz, shu bir Ilhom Mahmud efendim o'tirg'i chiqib, ya'ni bir hozir davatsiz tashkilot yo'q, o'zining uyidan tashkilot qilyotdi deysa, yani shunday darajada bir qurbonliklarni berib o'tibdi. Hamma sen Hoji Qutlug' Qodir efendim, mayli Rabiya Qodir xonimni, Sidiq Hojiro'z efendimni bo'lsin, u o'zining qo'ldan kelgancha Uyg'urlar uchun Uyghur azadlık için, müstakillik için elbette koldan kelgan köp işlerini kılıvadı dendi. Hem ya da adır sizge okşaş mesela veya ki başka normal yani fuqaralar içinde Uyghur davasıga köngül bolayotgan aldığın sekip çıkış idisi bolgan Uyg'urlarning davası hem de. Bu şekilde olsa elbette bunu ne deymiz? Birisi 1000 yölisimi yana bir tamga çıkış için bir adam 1000 yölisimi özü bir men çıkay deb esilmasa bunu bir kim üyelep bireyge apırıp oğul bo'lmaydi hamda. Şu an hazır mesela Yaponiyadaki hamda mesele hazır bir qarash qat'iyda hamda nayta eg'ir bir mesele ekan. Chunki bu Yevropa davlatlarida siyosiy harakat qilsa, qilganlarning hammasidan siyosiy panohlik bo'lganligi uchun ular qo'rqmay ko'chaga chiqaradigan gap. Abi ham siz deb o'tdingiz. Men yüzük maske takıp elip bundan namoyishga chiqdim deb endi. Bunda bir qo'rqinish ichida albatta bu davanimi yaxshi elib bag'ilib bo'lmaydi hamda. Ama hazır bir yerde bütün hem Uyghur teşkilatçılardan sorsak ya komisyonlardan sorsak deydiğen yürek sözünüz var mı desek hem meylenen deydiğen gibi birlik, ittifaklık deydi ama emniyette görünmeyatımızda hem devleti şu. Meyli Gollandiya'da olsun, meyli Avrupa'daki başka devlette olsun, meyli hazır sizde pottanız mesela şu Avrupa Japonya'daki 6 Uyghur bir yere gelip deçaydenkin yine ayrılık istemdi. Bunun kandan nemi sebepten ayrılışının üzerinden de bir yerde emin de oturuşunun yüzüme bir acesiz de qarayım ama elbette ötken kıtım belki siz mi köygen buluşunuz mümkün. Abdülkadir Yapcan efendimnin söhbetinde nayeti yaxşı, nayeti canlılık olan bir iş kelime söz kıldı. Mesela Uyg'urlarda elbette tushuncha, ideya jihatlardan fikrlarda farq bo'lishi mumkin. Ammo hammasining tegi nishoni yana bir bo'ladi debchi. Ham hozir mesela siz dedingiz fikrlarimiz bir xil emas deb. Ham fikrlar bir xil bo'lmadi deb mesela birisi bir narsaga qiziqadi, birisi bir narsaga qiziqadi, ammo bu vatan davosiga umumiy holda mesela tegi maqsad bir bo'lgandan keyin, endi mening tavsiyam öz işinlardan bir birlik oturgu çıkarsanlar, mesela bir sana yaratmay, yeni birisi yaratmay, bu şekilde bop kalsa, hem de bu hazır siz degende ki hiç algı basmaydı hem de. Yaponiya hem de hazır birinci okuluğa neyse şu Yaponiyadaki Uygurlarga siyasi paralık şekillik Yaponiya hükümetinin bir karar eliş hakkında bir yolunu mengip çıkış gerekken, hem de bunun meyli Dünya Uygur Kurultayıdan olsun, meyli başka çeteldeki siyasi teşkilatlardan olsun, qo'ldan kelgan bir yordamlarni talab qilib, hozir siz da'vatsizlik Demokratik partiya hozir huquq tutadi. Buning bilan hech kim tehi bir o'zaro ko'rishib bir o'zaro suhbat bo'lib boqmadi deb. Buning uchun masalan hozir siz mayli Ilhom Mahmud efendim bilan suhbatlashing, mayli Hoji Qutlug' Qodir efendim bilan suhbatlashing, mayli bu tarafdan Dolqin Ayso efendim, Rabiya Qodir xonim bular bilan suhbatlashing. Bularni o'zaro orliqqa selish orqali yoki birlish nima deymiz? Shu Yaponiya hukumatiga bir mening tavsiyam o'sha Uyg'urlar siyosiy panohlik berish haqida, chunki bularning qaytishining tasdiqi bu yerda bir Uyg'ur davosi uchun ish qilaman desa, cho'qim bir o'zida Xitoy pasporti bo'lmagan, ya'ni boshqa bir davlatning pasporti kerakligini, ya'ni uning uchun Yaponiyaning pasportini olish uchun deymiz, devletga bir iltica qilish haqida, yani bu şekilde de Yaponiyadagi Uyg'urlar mesela bu vatan davosini cho'qim bir qilimiz deydigan niyatga kelgan bo'lsa, Muştu bir birleşti deb qarayman. Endi sizning boshqa yana qanday talablaringiz va programmamizmi biroz uzrab ketdi herhalde. Televizor ko'rishimizning ko'p vaqtini olmayli. Ham sizning hozir bu şekilde bir kallangizda mesela birlik haqida Yaponiyadagi Uyg'urlarning qanday qilib bir oldiga
desep mağdu diyen ne mesela? Kanda kısak meşedeki işlerimiz yaxşı oldu. Yapınedik mesela en çok mesele azmış pasport meselesiken. Köple özü mehbi aldı, özünün ismini çıkaranmay manda hareket etipti. Bunun aldığını eliş için çok pasport lazım. Bunu kanda hal kılımız diyen meselelerden de hazır o özara mesela İlhan Mahmut yaxşı kılmadı. Hacı Kadri onu yaxşı kılmadı. Mesela sizin yeni birisi Mahmut Mehmet bunu yaxşı kılmadı deyip hem de hem meylen birisini yaxşı kılmadı deyip öteyi versek elbette eyipsiz adam tepilmaydı deyip hem de hem meylenden birden eyip boludu. Ama kanal olsun ben gerçi bir vasıta bek alakam ki yaxşı bir söhbetim bolmuş mu? Bir ya da Hacı Kadir efendim olsun, İlhan Mahmut efendim olsun yani bulağa naiti köp rahmetini bildirme. Çünkü aşı yani Yaponia'daki Uygurlar o biraz dese iş kandak bir bilinmeydi de bu muş iş gelen hem de kandaklık olsun özü koldan kegince bir sen oturup çıkarırdı hem de. Mesela sizden mi yakından beri alakıldım. Sizden normal işlerinizi anlattım ben bugün bir Yaponia'da yaşayan normal puhra şekillik Yaponia'daki Uygurların ahvali ve siyasi bu davanın kandak ittifaklığı hakkında sohbet kıldık. Hem de bir yerde bu sohbetimiz biraz teşkilatlarının yani bu Yaponiya Uygur cemiyeti hakkındaki bazı nesnelerge ötep gitip kaldı. Hem sizin hazır hem de bu şekilde mesela Yaponiyadaki Uygurlardan nimelerini kütsüz. Keteldeki Uygur teşkilatlardan nimelerini kütsüz. Yani bu şekilde bir sözsünüz. Şununla sohbetimizni ahırlaştırsak. Ben atırak kılay özümni. Hani birincisi hem de Yaponiyadaki şu teşkilatların işini desek hem de bu bir teşkilat bolsa yaxşı. Hemmimiz bir teşkilatı beşimiz bir kılıp aşı bir yandan kol çıkarıp kısak işlerimiz oңuшлuk boldu dep qarayman. Hem de hazır İlhan Mahmut efendim naati yaşlan kılıvatıdı. Kutluk Kadir efendim naati obdan yaşlan kılıvatıdı. Hani men özüm şahsi maqallarını yazıp elan kıldım, leksiyalarını öttüm. Mesela şu 26. günü özüm bir leksiya söyleşigini açtım. Bir 10-15 tek yapıldık geldi. Onu sınavga elip yani kiler hafta sınavga çıkarmaz hem de aşını mı? Hem de her birimiz öz aldığımızı kılatımız da hazırgıça. Şu anda hemimiz buraya jığılsak deymen. Jığılıp hem birbirimizni etraf kılışımız, birbirimizni yol koyuşumuz, birbirimizni hürmet kılışımız. Şu asasta küçümüzü bir kılıp teşkili aldan bu davayımızı davamlaştırış. Bu benim bir ümidim. Hem de dünya Avrupa boğan ümidim nime desiniz? Muşu bizning muş Yaponiyadagi hozir o'tirg'i chiqmaydigan Uyg'urlarni amalga yana bir yerga yig'ib hammamiz hamda o'zimizning fikrlarimizni o'tirib qo'yib burun bo'lgan ishlarni yana qo'ni qarmani so'ramay hamda o'tgan ishlar o'tib ketdi oldiga qarab mansaq deyman. Ham shuningga bir obdan rahbarlik qilsa deyman dunyo qurultoyi bo'lgan taklifim. Hamda ya başkalardaki Uygurlarga mening bo'lgan talabim nima desek, biz ham Yaponiyada nurg'un materialga bo'libmi shu har xil paket materiallarga muhtojda. Hamda ashundaq bir paket materiallarni biz taklif qilgan chog'da, talab qilgan chog'da shuni ashunga yordam qilsa. Hamda shu bir talabim bor. Boludan da olsa size yaxshi sohbet qildik. İnşallah yeni bir qitimliq sohbet qilish fursatimiz bo'lib qolar. Sizga ko'p utuqlarni tilayman. Xayr xo'sh, unda olsa bugungi programmamizni bu yerda yakunlashtiraylik. Aman bo'lin. İnşallah rahmat. Birinchisi sizga aytdi, chin ko'nglimda minnatdorlik bildirman. Siz shaxsan ayt obdan ishlarni qilyapsiz. Bu masalan abiyam Abduqodir Yakcha efendimninki. Hamda ashundaq hamda biz Uyg'urlar ismini anlagan, lekin ovozini anlamagan odamlarning ovozini bizga anlatib beryapsiz kam. Mush to'g'riliq men sizga aytdi, sizning aytib rozi. Aşı özünüzün tutkan yolda mağsanız, özünüzün muş hazırlık yolunuz boyunca muş avazını anlatmadık Uygurların avazını anlatıp versiniz, Allah Teala sizin razı buldu. İnşallah rahmet sizge. Elbette yani kimle bolsun yani Yaponiyadaki başka Uygurlar bolsun mu mesela men bilen sohbet qilish arzusu bo'lib qolsa elbette bana e-mail orqali yoki telefon orqali bana elbette tepiş alaymiz. Yani hazır mesela sizin bu nurg'un Yaponiyadagi Uygurlarni bilmesi mümkün, sizin avazınızdan anladı, sizin ideallarınızdan bildi.
Yani belki sizinkini doğru deyişim mümkün, belki hata deyişim mümkün. Ama bir yerde çünkü bizden Erik Televizyon'un ki müşahazır Uygurlarının ki hazır sizde etkendik bir avazını yani başkalarına anlatış yani bu yerdeki asas Uygurların avazını özara dünyanın hammi başka milletlerine anlatamazsak mı Uygur'un yüzüge olsun anlatış məqsədi oturğa çıxdıq hem de. Bu şekilde yani başka Yaponiyadaki Uygur ziyalılarımızdan mı elbette Erik TV'den alaq qilib bizden söhbət qilishni qarşı almaz hem de. Hörmətli televizor köykülər, şunun bilan bugungi programmamiz müşahada ayaqlaşdı. Yuqordimi deb o'tdim. Erik televiziyasi yani bütün dünyadaki Uygurlarning bir ovozini o'z ko'nglidagi yurak so'zlarini anglatish maqsadida qurilgan. Shuning uchun Erik TV bilan bevosita aloqa qilib o'z ko'nglingizdagi qilmoqchi bo'lgan gaplarni Xitoy hukumatiga bevosita qilmoqchi bo'lgan gaplarni garchi tilimiz Uyg'ur tilida tarqatgan bo'lsakmi, albatta Xitoy bexatarlik xodimlari buni ko'rib turishi aniq. Va yoki o'zimiz turayotgan rayonlardagi ma'lum masalalar haqida, masalan Uyg'urlar buningdagi nimalarni qila olamiz, qaysi taraflarni yaxshi olib bora olamiz, qaysi taraflarda xatolik bo'layotdi, bu haqlarda o'zaro erkin bir fikr qilish maqsadlar bo'lsa, Erik TV bilan bevosita aloqa qilsanglar bo'ladi. Bizning telefon nomerimiz hozir Turkiya İstanbulda, ya'ni 0090 534 376 94 01. İşxana telefon nomerimiz 0090 212 510 90 56. Va yoki tor bitimiz orqali bizdan email orqali ko'rasizlar bo'ladi. Erik TV'ga har xil fikr o'zinglarning ya'ni o'ylaganlaringlarni har zaman bersanglar biz albatta qizg'in qarshi olamiz. Xayr xo'sh, Allohga emanet bo'linglar. Kelar qitimliq programmamiz ko'rishaylik.